Hop, o'rtoqlar, bitta narsani konkret tushunib olishimiz kerak. Bu loyihada biz shoxni ko'tarib, baqir chaqir qilmasdan, murojaatchilarni saralab, haqiqatan yordamga muhtoj, biz haqiqatan yordam bera oladiganlarimizdan taklif qilishimiz kerak. Farzandingizni otasi turmush o'rtog'ingizmi yoki o'g'limi? Mendan oldin ham 8taga uylangan. Siz 9-inchisiz. Bu dinini o'zgartirib yuboribdi. Xarid kirishna kerak, menga xarid kirishna kerak, ayni baqiradi. Bironta dinda bunaqa deyilmagan. Katta ehtimol bilan diniy bo'shliq bo'lgan, o'shani o'rnini qo'ldirish maqsadida o'g'lingiz ketib qolgan. O'zbekistondagi eng yaxshi psixologlarni, eng yaxshi huquqshunoslarni tanlab olamiz, o'shalarni taklif qilamiz. O'g'irlab ketmay, sizlarga murojaat qilib olyapman. Davlat o'zini fuqarosini boshqa bir davlat fuqarosiga berib qo'ymaydi. Mana shu huquqiy savodxonligimizni yo'qligi shunday holatlarga olib keladi-da. Shunaqangi onalarni bilaman, borku, yirtib oladi kerak bo'lsa, borib bolami deyapman. Hozir o'z oyingiz bilan aytdingizki, meni turmush o'rtog'im fikrlari bo'lmagan dedingiz. O'g'liga ta'sir o'tkazardi. O'g'lini o'zini fikri yo'q edi. Yo'l bu sizning yo'lingiz. Bu yo'lda bironta ham toshbag'i yo'q, ya'ni iz yo'q, aniq maqsad yo'q bu qizda. Nima deb o'ylaysiz? Sobiq turmush o'rtog'ingizning maqsadi nima? Meni baylab qo'ydi, uchastkavoy soat 12larda kelib yechib oldi meni. Turmush o'rtog'ingizdan 35 yosh kichkinasiz. Xuddi shunday. Proyektni ko'rganlarga ham naf qilsin. Kelgan murojaatchilarga. Shu narsani hammamiz birgalikda nazorat qilishimiz kerak. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidan Maftuna Mannonova shaxsiy qabulga murojaat qildingiz va biz siz uchun mamlakatimizdagi eng nufuzli, malakali mutaxassislar Bobur Muqaddamov hamda psixolog Nargiz Sattorovalarni taklif qildik. Xush kelibsiz. Xo'sh, arizangiz bilan tanishib chiqdik, lekin uni o'zingizdan eshitmoqchimiz. Nima muammo sizni qiynayapti, marhamat? Shu farzandimni 4 yildan beri olganim yo'q. Xo'jayinimda Samarqand viloyati Narpay tumanida tug'ilganman. Do'stlik mahallasida. O'sha mahallaga turmushga chiqqanman. 2011-yil to'yimiz bo'lgan. 2013-yil tug'ilgan o'g'lim bor. Islomov Lazizbek. 10 yil yashadim. Ko'p ichaydi, ko'p kelishmadik, yerga urib, pisand qilmay, shu zo'ravonlik nimasida yashadimda. Xullas, zaksimiz endi falshive chiqib ketdi. Qonuniy zaks qog'oz bor deb nima qildi? Ajrashamiz degan vaqtim 10 yil yashagandan keyin falshive chiqib ketdi. Endi uni bilmadim men. Shunda nikoh hujjatinglar haqiqiy bo'lmaganmi? Haqiqiy emas. Soxta hujjat bo'lganmi? Soxta. Aha. Keyin men o'zi chiqib keldim. Qishloqda, bir qishloqda turaydik. Chiqib keldim. O'g'lim men bilan edi 1 yil men bilan edi. Keyin 1 yil davomida alimentga berdim uni. Aradan 2 oy, 3 oy o'tgandan keyin olib ketib qoldi o'g'limda. O'g'limni qayrab, nima qilib, shunday psixologiyasini buzib tashladi uni o'g'limda. Keyin alimentni menga berdi. Juda ko'p, nima qishloqda ham ko'p urushib, janjal ko'rib qolsa ham urib, ko'chada ana shunaqa ko'p nima bo'ldikda. Yasholmadim-da, xullas umuman yasholmadim. Arada 2 yil yuribman, ota-onamga 2 yil yuribman, bordim. 1 oy yashab keldim. O'shanda ham o'sha turish ekan. Men yashamayman dedim. O'g'lim yaxtaydi, olib ketib qolgandi o'zi. Hozir endi 9 yosh vaqti 2023-yilmida sudga berdim olish uchun. Sud bu yoqda qoladi, otasini xohlayapti dedi. Keyin men aytdim, nimaga? Hali voyaga yetmagan. Nima sababdan? Sabab ko'rsatinglar. Nima uchun menga bermaysizlar? Shunaqa nima bo'ldi? Ololmadim. Aradan hozir men ajrashganimdan keyin bu yoqqa Pastdarg'om tumaniga turmushga chiqdim. Ikkinchi turmushim. 1 yildan oshdi kelganimga. Hozir endi bu xo'jayinim mayli, roziman. Endi o'sha shart bilan kelganman. Bu kishining ham 2 o'g'illari bor. Mayli, o'zi bittagina o'g'ling bor. Mayli, olib kelamiz deb nima qildi. 3-farzandimga homilador vaqtim 2016-yil operatsiya bo'ldim. Endi o'sha qizim 6 oylik homilador edim, ichimda nobud bo'ldi. Keyin matkamni ham olib tashladi, boshqa farzandli bo'la olmayman. Endi shuning uchun hozir bolam bilan uchrashaman deb boryapman, qo'ymayapti. Endi o'g'lim chiqyapti-da, dadamni gapidan charchadim. Aya, qayta sudga beraman dedim. May oyida berdim qayta sudga. O'g'lim bilan uchrashdim, ancha vaqt ko'rishmay ketgandik. Ko'rsatmaydi, maktab yaqinda maktabga borib, yoshirinib ko'rib keldim. Keyin bordim,
nimaga men bilan ketmading, xohlamading o'zing meni deganimda, ayajon, bekor siz bilan ketmabman. Shoymayman o'sha vaqtda ketmaganimga deb zapislarga olganman. Keyin dadam ko'p ichyapti. Qo'rqyapman ekan dadamdan dedi. Keyin shu arada keldim, yana agar ketsang men seni olib ketaman. Bitta farzandimsan dedim. Olib ketaman dedim. Keyin mayli ketaman dedi. So'nggi qo'ng'iroq kuni meni olib keting dedi. Keyin kutaman dedi. Keyin o'sha arada o'g'irlab kelsang unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, odamlar har narsa deyurdi, ko'p nima bo'lib ketadi, cho'zilib ketadi dedi, keladi, janjal bo'lib ketadi dedi. Bu oilang buzilib ketishi mumkin dedi. Hamma har xil fikr bildirdi-da. Keyin sudga berdim. Sudga berganimdan keyin o'g'lim ketaman deb turgan narsa birdan qaror o'zgaryapti. Endi bir oy davomida ko'rib chiqyapti sud ishimni. Ungacha o'zi eshitib bo'lgan ular ham. Keyin Kattaqo'rg'on sudiga oshirdim. Kattaqo'rg'on sudiga bordim. Keyin ularni chaqirdi. U o'sha arada uylangan ikkinchi xotini. Hozir yashamaydi u ham. Keyin u oilasi bilan bordi, men bordim. Keyin qayerda yashaysan dedi. Sudya so'rayapti. Bu yoqqa turmushga chiqqanman. Norozilik bo'lgan yo'qmi? Yo'q, bo'lgani yo'q dedim. Bo'lmasa dedi, "Yaxti ma'lumotini olib kel" dedi. "Hay" dedim, olib bordim. O'g'lim bilan ko'rishaman desam, qo'ymayapti. Qarshilik bildiryapti. Shunday ko'rishmaysan, o'tib yoqqa deb bilib o'tirmanda o'g'lim shunaqa yig'layapti, qaysi taraf bo'lishini bilmayapti. Hay mayli dedim. Ikkinchi safar olib bordim hamma narsani. Xudoga shukr, o'ziga to'q oilaga tushganman, yaxshi. Erimdan turmush o'rtog'im topishdi. Olib borganimdan keyin o'zi ikkinchi nimada o'zi bemalol turibdi xo'jayinim. Nimaga bunaqa? Indamay qoldi. O'g'lim bilan ko'rishyapman, indamay o'tiribdi. Beli keng o'tiribdi. Har doim qarshilik qilyapti. Keyin kirganimdan keyin aytayapti, "Bola bu yoqda xohlayapti" dedi. Sudya aytayapti. Nimaga? Menda isbot dalil bor, olib keting degan. Hali men o'g'irlab ketmay, sizlarga murojaat qilib olyapman. Qonuniy qilib olmoqchi edim. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Men tushunmayapman dedim. Keyin yo'q dedi, bu yoqqa o'g'limni qanaqa gaplashgan bilmayman. Keyin ikkinchi shu sud bo'lgandan keyin men aytdim, "Yo'q" dedim, "Men ishonmayman. O'g'lim unaqa demaydi" dedim. "Qo'rqyapti, zulm ostida" dedim. Keyin psixologga murojaat qilaman dedim. Suhbatdan o'tsin dedim. "Xo'p, mayli" dedi. "Mayli, qilamiz" dedi. Keyin xo'jayinimga aytdi, qaynakam borgandi. Qaynakam maktabda zavod, endi u yoq bu yoqdan tanishlari ko'p. Endi eshitishimcha, bilmadim. Keyin kirib chiqqan ekan sudya oldiga. Endi yog'ini bilmadim-ku. Aytayapti, sudya nimaga psixologga olib borasan dedi. Xo'jayinimga aytayapti. "Men da'vogarman, hech qanday menga hech narsa demayapti. Olib borasan. Ha, qayerga olib boraman? Manzilni o'zim beraman senga" dedi. "Qachon olib boray" dedi. Endi ikkalasi xuddi do'stonaday nima qilyapti, suhbatlashyapti. Keyin menga aytmadi, "Sen ham qo'shilib borasan, sen ham suhbatdan o'tasan, sen murojaatchisan, sen ham borishing kerak" demadi. Keyin aradan 3-4 kunmi, bir haftalar o'tgandan keyin boribdi, chaqirdi sudga. Bordim. "Xo'p, nima bo'ldi? Nima qo'ydi?" deb bordim. Keyin sud bola dedi, qog'ozlarni olib kelganman, nimalarni. "Bola bu yoqda qoladi" dedi. "Hech qanday seni" dedi, "eslamatdi ham, nima qilgan" deyapti. "Sen haqingda o'ylaganim yo'q" dedim. "Muhtojlik joyi yo'q" deyapti senga. Keyin "Bo'lishi mumkin emas, nimaga bunaqa bo'ldi? Tushunmadim" dedim. "Meni chaqirmagan. Masalan, men ham eshitib yuribman. Psixologda masalan ayol kishi ham, xotini ham, er kishi ham nima qilish kerak? U yerda ham hozir noto'g'ri yozilgan 2012-yil turmush qurganmiz. 2011-yil to'yimiz bo'lgan. Shu shar'iy nikohda, shar'iy nikoh bo'lib chiqib ketdi endi hay. Bo'ldi, bola bu yoqda qoladi" dedi. Chiqdik. Endi kundoshimda aytib chiqqan, endi bilmadim. Yog'ini ham birovda ayblasam bo'lmaydi. Endi bilmadim. U yoqda sudda dedi, o'qitishdi ham dedi, 1-2 yil oldin o'qitishgan bergan. Tushunarli. Hozir bolani yana agar deylik olsangiz, aliment so'rashingizdan turmush o'rtog'ingiz qo'rqayotgan bo'lishi mumkinmi? Alimentga 2 marta berdi menga. Yana aytdim-ku, to'lashga majbur bo'laman deb qo'rqayotgan bo'lishi mumkin demak. Balkim. Tushunarli. Hozir ikkinchi turmushingizdan ikkinchi farzandingiz bor, uchinchi farzandingiz homilada nobud bo'ldi. Yo'q, men farzandim yo'q. Bitta o'g'lingizdan boshqa? Shu xo'jayinimda hozir ikkinchi turmushimdagi xo'jayinimda o'zini 2ta o'g'li bor. Men boshqa farzand ko'ra olmayman. Tushunarli. Ikkinchi turmushingiz qarshi emas bolangizni qaytarib olishga. Tushunarli. Xo'sh, huquqshunos
sizga murojaat qilmoqchimiz. Bu masalada qanday tavsiya berasiz? Bugungi kunda demak televideniyega jurnalistikani o'qiyotgan yoki bitirgan, men ham media sohasi vakili bo'laman, mana shu ijodkor kabi bo'laman degan yosh umidli ijodkorlar kelishadi. Ular sohani o'rganishim kerak. Har qaysi holatda ham ustoz topishim kerak. O'zim ustida ishlashim kerak. To'siqlarga tayyor bo'lishim kerak. Tezda boshlovchi bo'lib ketishim kerak emas. Buni ilojisi yo'qligini tushunishim kerak va mana bu bosqichlardan o'tishim kerak. Birdaniga yulduzlar safidan joy egallashim noo'rin degan narsani aniq tushunishlari kerak. Birdaniga boshlovchi bo'lib qolmaysiz. Birdaniga hech qaysi telekanal sizni boshlovchi safatida qidirayotgani yo'q. Televideniyaga shogirdi darajasida, balki assistenti bo'lib turib kirib olish va undan keyin sekin nimalarga qodirligini, o'zini birinchi o'rinda muomalasi, o'rganishga ishtiyoqi va qolaversa kreativ fikrlashi va bir nimadir qoyillata olishini ko'rsatishdan keyingina demak natijaga erishish mumkin. Yoshlar kelishadi, men boshlovchi bo'lishim kerak, men diktor bo'lishim kerak, men bitta ko'rsatuv tayyorlamoqchiman. Yo'q, ungacha bo'lgan bir nechta zinapoya qadamlar bor. Bugungi kunda davlat universitetlarida, xususiy universitetlarda jurnalistika fakultetlari bor va u yerda qiziqish juda katta. Jurnalistikani o'rganmoqchi bo'lgan, mana shu sohaning bir yetuk mutaxassisi bo'lishni xohlagan talabalar juda ko'p. Ularni nazariy bilimiga hech qanday demak e'tiroz yo'q. Nazariy bilimda har qaysi so'zni yoki televideniya atamalarini juda yaxshi bilishlari mumkin, lekin amaliyotda kamera bilan mikrofon berilsa, ana shu ijodkorlar manzilini topa olmayapti. Nima qilish kerakligi bo'yicha biroz tushunmay qolyapti deyishimiz mumkin yoki bo'lmasam qila olaman degan ishonch bor, lekin qilgan ishlarini kuzatsangiz pichoqqa ilinadiganini yo'q. Shuning uchun biz o'zimizdan kelib chiqqan holda, ya'ni bizga kerakli bo'lgan kadrlar nimalarni bilish kerak, nimalarni tushunish kerak va bugungi zamonaviy televideniya yosh ijodkorlardan nima kutyapti, nimalarni ular tushungan, anglagan bo'lish kerak degan savolga javob topish maqsadida maxsus bir platforma qilishimiz kerakligini angladik. Ya'ni televideniyada ishlamoqchimisan, mana shu platforma orqali bugungi zamonaviy televideniya talabini tushun, o'rgan, amaliyotda o'zingni sina, undan keyin televideniyaga ishonch bilan, bilim bilan, ilm bilan, qaysidir ma'noda salohiyat bilan televideniya eshigini taqillatishing mumkin degan ma'noda biz platforma yaratyapmiz. Siz da'vo predmeti qanaqa, o'zi nima deb beryapsiz sudga? Bola bilan ko'rishib turish tartibimi yo bolani yashash joyini belgilash tartibi? Belgilash, yashash joyini o'zimga olmoqchi. Ko'rishib turish tartibi haqida bermagansiz. Yo'q, ko'rishib turish olmoqchi edim men o'zi aslida, keyin nima qilaman? Hop, mana ola olmadingiz. Anaqa rad etdi, yashash joyi, otasi bilan yashaydi degan hal qilib qaror chiqardi, to'g'rimi? Shundan keyin ko'rishib turish tartibi haqida berdingizmi? Yo'q, berganim yo'q. Bering dedi, lekin u aytdi, men ko'rsatmayman debdi, shundan chiqib ketdi. U ko'rsatmayman degani bilan hal bo'ladigan narsa emas. U ko'rishib turish, siz onasisiz. Sizga 100% chiqarib beradi u narsani. Ko'rishib turish tartibini belgilab. U otasi ko'rishtirmaslikka haqqi yo'q. Sizga belgilagan kunlarni belgilab beradi, soatlarni belgilab beradi. O'g'lingiz 13 yoshdami hozir? Shunda 13 yoshdaligini inobatga olib, uni ham fikri eshitiladi sizga yotib qolish nimasi bilan ham beradi kerak bo'lsa. Ya'ni yosh bolachalarni o'zi ko'pincha aks holati bo'ladi, onasida qoladi, otasiga yotib qolish nimasi bilan bermaydi. Sal 10 yoshdan katta bo'lganidan keyin yotib qolish anaqasi bilan beradi. Sizda hech qanaqa uni muammosi yo'q-da, men yuridik jihatdan hech qanaqa muammosi ko'rayotganim yo'q. Siz endi to'g'ri ona sifatida harakat qilgansiz, to'liq farzandingizni yashash joyini bu joyda belgilashga, lekin sizga tushunishimcha sud anaqa qilmagan. Hozir siz tushunishimcha aliment to'lovchisiz, to'g'rimi? Hali ham to'lab yuribsizmi? Yo'q, hozir to'laganim yo'q. O'sha aliment o'zi berdi. Xo'p, aliment berganidan keyin nima bo'ldi uni holati? Sudya o'zi berdi uni alimentni. Lekin u xo'jayinim o'sha birinchi turmush o'rtog'im aytayapti, menda hali ham aliment ketib yotibdi, oyligimdan ushlab qolyapti dedi. Qanday men hali bolam menda emas, oylik endi men ko'rganim yo'q men undan.
Tushunarli. Nargiza opa, bugungi murojaatchimizni masalasi bo'yicha siz qanaqa maslahat, yo'l yo'riq ko'rsatgan bo'lardingiz? Tushunarli, bunaqa vaziyatni juda ko'pchiligida farzandga, demak, tushunchasini o'zgartirishga harakat qilishadi qarshi tomonga nisbatan. Qaysi oilada bo'lsa, ayolda bo'lsa, dadasini, dadasida bo'lsa, oyisini. Bo'lishi mumkin, hamma narsa bo'lishi mumkin hayotda. Men nima demoqchi edim? Hozir bu vaziyatda noaniqlik ko'pda. Bir narsa deyishga qiyin. Chunki go'yoki bir muammo ham yo'qdek, go'yoki. Men o'zimning tarafimdan ozgincha gaplashaman. Menimcha sizda bir malakali advokat bo'lsa-da, menimcha yoki maslahatchingiz bo'lsa, huquqshunos sizga yordam bergan bo'lardi, menimcha. Men o'zim tomonlama nima deyishim mumkin? Birinchi, sobiq turmush o'rtog'ingiz uylanmagan. Uylanib, yana uni haydagan. Haydagan, hozir hech kim yo'q. Boshqa bolasi yo'q. Yo'q, hozircha. Uyda kim turadi? Qaynona, qaynotam. Ular bilan gaplashib ko'rgansizmi? Qaynona qaynotangiz bilan munosabatingiz qanday? Yo'q, ular bilan umuman gaplashgan. Gaplashmaysiz. Xo'p. Hozirgi turmush o'rtog'ingizning farzandlari, ikkita o'g'il necha yosh? 23 yosh, ikkinchisi 18 to'ladi demak. 28, 18. Yo'q, 23, 18. Ular birga turishadi. Birga turishadi. Ular bilan munosabatingiz qanday? Yaxshi, xudoga shukr. Bu turmush o'rtog'ingiz nima sabab bilan ajrashganmi yo? Yo'q, xotini o'lgan. Vafot etgan. Sizni munosabatingiz yaxshimi ular bilan? Xudoga shukr, yaxshi. Ular sizga shu masalada yordam berishga tayyormilar? Tayyor. O'sha sudga, shuning uchun sudga berganim, sud bilan deganiga, o'zi xo'jayinimning aytgani qilib olib kelgan, olaman deganim, sudga murojaat qilgandim. Demak, sizni farzandingiz uchun mas'uliyatni olishga tayyor shu inson. Xo'p. Nima deb o'ylaysiz? O'g'lingiz sizni mana shu yangi xonadonda qanaqa his qilardi o'zini? Unga nimadandir o'zini kamsitarmidi yoki ota farzandlarni ajratadi deb qo'rqasizmi? Qanaqa muammolar bo'lishi mumkin? O'g'lingiz o'zini yaxshi his qilgan bo'larmidi bu yerda? O'g'lim lekin aytganida, endi men siz bilan ketmaganimga pushaymayman. Bu yerda menga qaramayapti degandek qilyapti. Men har safar borganimda ko'rishib kelyapman. Ayajon, siz men bilan uchrashganingiz dadam bilib, meni urishyapti deb yig'layapti faqat yig'laydi. Nima deb o'ylaysiz? Sobiq turmush o'rtog'ingizning maqsadi nima? Nima uchun siz bilan bola talashadi? Nimaga? Nima qiladi u bolani? Nima deb o'ylaysiz? Mana siz uni bilasiz. 9 yil birga yashagansiz. O'sha insonni, o'sha erkak kishini maqsadi nima? Maqsadim bilmadim. Ko'p ichadi, bilmadim nimaga unaqa. O'zidan ko'p so'raganman, hamma narsang to'la-to'kis. Ota-onang bilan nimaga bunaqa? Unga bola nima uchun kerak? Sizdan qasdini olish uchunmi? Yo bola kelajakda meni boqadi deydimi? Yoki ota-onasiga qaraydigan odam kerakmi? O'zi qarang, men u yoqda yashab yurgan vaqtim ham bolamni men bilan masalan olib yotgani ham qo'ymasdi. O'sha xo'jayinimda bolamni qizg'onlaydi. Ota-onamnikiga olib borib yo biron joyga chiqsam, unga ham qo'ymasdi. Ayang aytganini qilma, ayang bilan yurma. Kichkinaligidan shunday bo'lgan. Kichkinaligidan shunday edi. Qizg'onib shunaqa qildi. Nima deb o'ylaysiz? Erkak kishi nima uchun bolani qizg'onadi? Bilmadim, nimaga unaqa bilmadim endi. Balkim arada 2 yil o'tib tug'ilgani uchunmi, birinchi farzandim tushib qolgandi o'g'limdan oldin. Nimaga sabab bilmadim. Qarang, agar o'g'lingiz sizni oldingizga o'tsa, siz unga to'g'ri tarbiya bera olaman deb o'ylaysizmi? Nima bor sizda mana shu bolaga men to'g'ri tarbiya bera olaman? Mehr bera olasiz. Mehr bera olaman. Mana nasib bo'lsa o'qiyman, ishlayman, harakatni hamma narsani qilaman. O'zi o'sha yerda vaqtim ham hamma narsani qilib bera oldim. 13 yoshli, o'smir yoshli bolaga onadan qanaqa mehr kerak deb o'ylaysiz? U yosh bola emas, uni achom-achom qilish kerak emas. Unda erkaklik, yaxshi sifatlarni shakllantirish kerak. Ona mehri yo'q hozir unda. Ona mehrini ko'rmayapti. Men o'zim sezyapman, har borganimda o'zim sezyapman. Ayajon ketaman deyapman, qo'ymayapti deyapti. Balki u himoyaga muhtojdir. Xo'p, agar masala oson, yengilroq va sizni foydangizga hal bo'lishini istasangiz, har qanday holatda ichingizda u taraf bilan jang qilishni to'xtatishingiz kerak. Qanchalar bolani ota tarafini, otasini yomonlasangiz, unga qarshi chiqsangiz, ichingizda qarshi chiqsangiz, u noto'g'ri qilyapti, u yaxshi inson emas, umuman ular bilan jang qilsangiz, qanchalar qarshi kurashsangiz, shunchalar ishingiz qiyinlashadi. Yaxshimi yomonmi qanaqadir qabul qilish kerak, hurmat qilish kerak. Qaynota qaynonangiz bilan gaplashib ko'rishingiz kerak. Inson-ku o'sha ona, o'sha inson, gaplashishingiz mumkin yoki sizni ota-onangiz borib gaplashishi mumkin. Sizni qo'lingizdan kelmayaptimi? Kattalar aralashishi mumkin bunga.
balki sizni behurmat qilsa kattalarni hurmat qilar. Men o'ylaymanki jang bilan hal bo'lmaydi. Ko'p yo'qotishlar bo'ladi. Ko'p yo'qotishlar bo'ladi Men o'ylayman. u bilan gaplashishga dash qo'rqaman. Men u bilan suhbatlashishga shunchalar o'zi nima deydi, aftangoridan qo'rqib ketaman men. Ko'p zulm o'tkargan. Chidaganman, mayli, bitta o'g'lim bor, bitta farzandim bor. Xo'p, qarang, qo'rqqan inson bilan qanaqa jang qilmoqchisiz? Inson bilan jang qilishni xohlamayman, o'g'limni olsam bo'ldi. Men hamma joyga murojaat qildim. Mana shu hamma bola narsa ko'rdim. jang sababchisida. Bolamga o'zim mehr berishni xohlayman. O'zim bag'rimda katta bo'lishini xohlayman. Men ham onaman-ku, nahotki ko'rsatmaydi. Qachonga yashirinib borib ko'rib kelaman? Buni unga isbotlay olmaysiz. Sizni ichingizda nimadir o'zgarish kerak-da, o'sha insonga munosabat o'zgarishi kerak. Agar o'zgarmasa, u sizga bermaydi. Mana shu bolani tortayotgani ham toki sen nimanidir tan olmaguningcha, toki sen nimanidir qabul qilmaguningcha mana shu narsa o'rtada turadi deydi. Bu agar masalaga sal yuqoriroqdan qaraydigan bo'lsak, masala osonroq hal bo'lsin desangiz. Nima qilishi mumkin masalan? Uni oilasi boshqa, meni oilam boshqa. Nima deb borishi mumkin? Mana misol uchun o'sha insonni siz undan qo'rqasiz. Mana shu qo'rquv bilan hech bo'lmasa ishlash kerak. Nima uchun undan bunchalar qo'rqasiz? Mana qarang, tasavvur qiling, ajdarho. Juda ham katta maxluq. Juda ham qo'rqinchli maxluq. Uni qo'lidagi narsasini qanaqa olib olasiz? Qanaqa olasiz? Tasavvur qiling, mana qanaqa qo'lidagi narsasini olib qo'yasiz? Madim. Конечно, qo'rqasiz olishga. Borasiz yaqinlashasiz, mana deganda yana orqaga chekinasiz. Yana mana deganda yana o'g'il unga ketadi. Qo'rqib turgan narsangizni qanday narsani olish mumkin? Mana qo'rqinchli bo'rini, itni tasavvur qiling. Vajohatli, qo'lin tagida nimadir bor. O'shani qanaqa olasiz undan? O'shaning uchun o'g'lim ham qo'rqyapti. O'g'lim har borganimda endi ko'p azob bermasin dadasi, men borganimda ko'rib yo eshitib deb ko'p azob bermasin. Kim azob beradi? O'g'limga aytayapti. Kimang ayajon, oxirgi vaqt ayt. Dadam Otasi tomonidan qanaqadir zulm bormi? Zulm bor. Uradimi uni? Urishyapti deydi. Aya, men charchab ketdim. Endi bitta narsada hozir bizga davlat tomonidan bolalarni himoyasiga nisbatan juda ham katta e'tibor qaratilyapti-da. Agar shunaqangi faktlari bo'ladigan bo'lsa, urayotganligi haqida yoki zulm o'tkazib har kuni ichib olib kelib uni urib so'kib bir narsalar qilayotganligi shunaqa faktlar bo'ladigan bo'lsa, uni anaqasidan ota-onalik huquqidan mahrum etish ham mumkin, kerak bo'lsa sud orqali. Buni isbotlash kerak-da. O'shada uni isbotlash kerak, lekin faktlar bilan keltirib berish kerak. Mana siz hozir boya aytdingiz-ku, sud u tarafga eshitdi, unga chiqarib berdi, menga rad etdi deb aytasiz. Sudyalarchi juda ham buni oilaviy masalalar bilan shug'ullanadigan sudyalar juda chuqur holatda hamma taraflama o'rganib, hamma taraflama nima qiladi-da bular. Men hozir faqat sizni eshitib turibmiz-da. Aslida holat to'liq ayon bo'lish uchun narigi tarafni ham eshitib ko'rish kerak. Men yana aytmoqchi bo'lgan gapim, men ota sifatida, faqat advokat sifatida emas, ota sifatida ham aytaman, o'g'il bolaga vaholanki u o'smirlik yoshida onasidan ko'ra ko'proq otasi kerak bo'ladi. Agar xafa bo'lmang, kechirasiz, agar men sudya bo'lganimda ham men otasida qoldirardim shu holatda. Xo'p, siz shunday qilayotgansiz. Hozir u ko'chada ichib bu sizni gaplaringiz, sizni tasavvuringizdagi narsa. Qanaqa qilib tarbiyalash mumkin? Men aytmoqman, faktlaringiz bo'ladigan bo'lsa, uni bolalar bilan shug'ullanadigan ombudsmanni nimada ham, viloyatlarda ham o'zini vakillari bor. O'sha yozib beradigan bo'lsangiz, keladi, holatini o'rganadi, siz keltirgan faktlarni o'rganadi, qo'ni-qo'shnilarning zapisi bordir, ularning ko'rsatmalari bordir, ko'rsatganidan keyin birinchidan yashash mana shunaqa narsada yashash tartibini belgilash haqidagi sudlarda shunaqangi bir joyi borki, bitta yutqizdim deb bo'ldi, shu bilan umrbod yutqizdim degan narsasi har doim aytadi. Holat o'zgarguncha deydi. Siz o'qib ko'rgan bo'lsangiz, o'sha yerda ham yozilgan bo'ladi. Holat o'zgarguncha deydi. Agar holat shu holatga o'zgaradigan bo'lsa, u yashash joyini siz bilan ham belgilab berish mumkin shu narsani. Men bugun ekspertlarimizni fikr mulohazalaridan 3 ta variantni ko'rdim. Birinchisi A variant. Hech bo'lmasa haftada bir uchrashish. Yuristimiz aytganlaridek. Sekin-sekin bu narsada, demak, mas'ul tashkilotlar uchrashuvni tashkillashtirishda sizga yordam beradi. Birinchi qadam bu bolangizda mehr uyg'onishi. Ikkinchi masala, psixologik fikrlardan shuni tushundimki, bola, demak,
siz ham qo'rqayotgan bo'lsangiz, o'zi ham qo'rqayotgan bo'lsa, qo'rqayotgan odamga qanaqa qilib boradi degan masala bor-da bu yerda. Shuning uchun balki psixologik o'zingizni qaysidir ma'noda himoyachi, o'zingiz himoya qila oladigan darajada qo'rquvingizni yengishingiz ustida ozgina ishlab ko'rishingiz kerak. Uchinchi masala, mana hozir aytganlaridek, agar haqiqatdan ham bolam noto'g'ri tarbiya ko'ryapti, tarbiyasiga qanaqadir salbiy ta'sirlari bor deyotgan bo'lsangiz, sizda fakt bo'lishi kerak, otasini, demak, otalik huquqidan mahrum etish uchun. Endi psixologga murojaat qilmoqchi emas. Siz aytdingiz, demak, ajdarho misolida yana bir qancha qo'rqinchli misollarni keltirdingiz. Qo'ldagi narsani qanaqa qilib ololasan, qo'rqsang dedingiz. Murojaatchimiz mana shu muammo, mana shu holat bo'yicha qanaqa qilib ishlashlari va o'zlarida ishonch topishlari mumkin? Buni yo'li bor. Ya'ni insonni ong ostida qanaqadir obrazlar, qanaqadir qo'rquv, ya'ni ko'rinib turibdi, sezilib turibdi, kuchingiz yo'q-da, Maftun. Bolangizni borib xotirjam kelmanga deb olib olishga kuchingiz yo'q, sezib turibsiz. Uni buni yordamga tortyapsiz. No, farzand sizniki, siz turib bera olishingiz kerak bola uchun. Agar uni otasidan qo'rqsangiz, qanaqa qilib? Bola ham aytadi, sen o'zingni himoya qila olmaysan, sen o'zing qo'rqsang-da, aytmoqchimanki, men sizni tushunib turibman. Bu ayblash uchun emas. Ozgincha bo'lsa ham hissamni qo'shmoqchiman. Ya'ni sizda ishonch bo'lishi kerak. Ishonch, xotirjamlik. U men bilan bo'ladi. Misol uchun, turmush o'rtog'ingiz ichib sizga zo'ravonlik ko'rsatgan bo'lsa, bu bolasini ham xuddi shunday uryapti degani emas. Buni isbotlash kerak. Bu haqiqatan shundaymi yoki yo'q? U sizni ko'zingizda ajdarho. Boyagi kartinka, ya'ni ong ostidagi dasturlar, qo'rquvlar sizni voqealigingizni yaratadi, baribir ta'sir qiladi. Xohlaysizmi yo'qmi? Shuning uchun harakat qilaverasiz, o'xshamay qolaveradi. Natijasi o'xshamay qolaveradi. Hayron qolasiz. Nimaga shuncha harakat qilaman, oxiri o'xshamay qoladi. Ichingizda ishonch yo'q o'zingizga nisbatan. Shuning uchun mana tasavvur qiling. Turmush o'rtog'ingizni ko'ziga qaraganingizda kimni ko'rib qolasiz? Sherga o'xshab. Sherga. O tasavvur qiling, sher sizni bolachangizni shuni mana qilib qo'li bilan ushlab turibdi. U o'ldirmayapti, u bosmayapti, uni o'ldirish niyati yo'q, lekin ushlab turibdi. Siz qanaqa qilib shu erni qo'lidan bolani olib olishingiz mumkin? Buni iloji bormi? Mana tasavvur qiling, inson sherni qo'lidagi narsani olib olaydimi? Bilmadim, lekin shuning uchun sizlarga murojaat qildim, olib berishlaringizni. Hech kim sizni ishingizni, hech kim sizni hayotingizni siz o'rningizga hal qilmaydi-da. Mana biz birgalikda hozir siz ichingizda bu narsaga tayyorgarlik bo'lmasa o'xshamaydi ishingiz. Tushunyapsizmi? Keling, juda ham oddiy. Bu juda ham oddiy. Sher qo'lini tirnog'ini tagida bolani ushlab turibdi. Oldiga borib qanaqa qolasiz bolasini? Bolangizni Mehr berishim kerak o'g'lim. qanaqa qilib mana turib, qanaqa bolachaga mehr berasiz? U qanaqa chiqib ketadi uning ichidan? Bolacha chiqib ketadi. Sudda ham shunaqa javob berib turdingizmi? Sudda ham shunaqa tutdingizmi o'zingizni? Chunki sizda iloji yo'q-da. chunki shunday. ishonch degan narsa yo'q-da. Ha, shunday, lekin sudya ham o'ylaydi-da, men bu odamni qo'liga qanaqa qilib topshirib qo'yishim mumkin. Men hech murojaat qilyapman. Yana sizga o'zlariga aytdim, men qayta va qayta beraveraman sudga dedim. Olmaguncha qo'ymayman. Men sizga bitta donagina savol berdim. Xo'p, yashash tartibini belgilash haqida beribsiz, yutqizibsiz. Ko'rishib turish haqida qancha vaqt o'tdi oxirgi suddan? Iyun oyida. Iyun. Hozir qancha? 5 oy o'tgan bo'ladimi? 11-oy bo'lsa? Xo'p. 5 oy ichida u narsani bor, masalan, menga hatto shogirdlarimga keladigan bo'lsa, 5 minut ichida yozib berishadi u narsani. Men o'shaning uchun sizda bor, nima deydi? Haqiqiy talpinish, anaqa qilishni ko'rmayapman. Men shunaqangi onalarni bilaman, borku, yirtib oladi kerak bo'lsa, borib bolami beradi. Hamma har xilda, hamma har Yo'q, xil. olib keldim. Yo'q, mayli, bularning xarakterida balki unaqa narsa yo'qdir, lekin yuridik jihatdan anaqa ishlatmagan, hali qurollar ishlatmagan narsalari bor-ku. 5 minut ichida qiladigan narsani 5 oydan beri qilmayapsiz siz. Nima deydi? Faqat to'lov bilan. Men o'zim umuman hech qayerga o'zim qilmadim. Siz aytdingiz-ku, yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi turmushga chiqqanman. Ha, endi Yoningizda kuchli inson bo'lishi kerak yoki yoningizda kuchli odam turib berish kerak. Yoki o'zingizda shunaqa kuch topa olishingiz kerak. Lekin siz sobiq turmush o'rtog'ingizga xuddi bir ajdarhoga qaragandek qarasangiz, siz ishingiz hal bo'lmaydi. Siz teng darajada bo'lishingiz kerak, tushunyapsizmi? Siz qurbon, u bir maxluq bo'lsa, nimada qarang. Men uni oldiga borib, men u bilan gaplashaverganimga unga zulm qilmasin deyman. O'g'limga zulm o'tkazmasin deyman. Chunki uni shunchalar urab olgan o'g'limda
hatto даже ko'chaga chiqarganim qo'ymaydi. Xuddi Masalan, mas meni kiyayotgan ko'rdimi? narsada, mas Xo'jayini tushuntirgan masalan narsa. men o'sha qishloqqa borib qoldimmi, ko'rdimi, srazi maktabdan olib ketadi. Chunki meni ko'rdi. Nima uchun aynan siz bilan shunday? Nima sizni bir yomon joyingiz bo'lmasa, siz yaxshi inson bo'lsangiz, nimaga aynan sizga turmush o'rtog'i shunday qiladi? O'ylab ko'rganmisiz? Mana o'zingizga savol bering, mani nimam yomon? Bitta farzand bo'lgani uchun bolaga endi ota ham nima qilibdi? Nima? Bolasini maktabga yubormaganligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortirganmisiz? Yo'q, maktabga. Nima ariza yozmaganmisiz? Maktabda anaqa bormaydigan bo'lsa, ma'muriy javobgarlik haqidagi kodeksda bor, yozib qo'yilgan. Ota-ona tomonidan voyaga yetmagan farzandiga nisbatan ta'lim tarbiya berishda to'sqinlik qilish degan. Yo'q, unaqa qilganim yo'q, faqat boraman degan vaqtda javob olib ketdi sinfdan, o'qib domlasidan javob olib ketdi hozir turadi borgan vaqtda. Nima deyishiga qarab turishingiz kerak emas, uni yozib berish kerak. Va necha kundan beri boryapman, masalan 3 kundan 4 kundan beri maktabiga maktabida aytishyapti, bola kelmayapti o'qishga deb masalan deb. Siz aytyapsiz-ku, borishim bilanoq maktabidan olib qo'yadi boshqa narsa. U hatto 2 kunni o'zi ham yetadi, ma'muriy javobgarlikka anaqa qilish uchun. Agar asoslantiruvchi hujjatlarni olib kelmasa, tibbiyot anaqasini hujjatini yoki mazasi yo'qligi haqida anaqani keltirmasa, 1-2 marta shunaqa narsaga tortirgandan keyin men yana o'sha onalik huquqidan mahrum etish haqidagi anaqa da'vo nimasiga qarab boryapman-da. Bu ham yana bitta nimalardan bittasi. Bolaga zulm o'tkazib, urish, uni narkotik yoki spirtli ichimliklarga ruju qildirishga harakat qilish yoki farzandiga nisbatan, voyaga yetmagan farzandiga nisbatan ta'lim tarbiya berishda o'z vazifalarini bajarmasligi ham bu ham bitta shartlardan biri hisoblanadi, ota-onalik huquqidan mahrum qilish uchun. Sizni oldingizda yo'llaringiz, instrumentlaringiz ko'p uni farzandingizni yana qaytarib o'zingizga olishingiz uchun. Men harakat qildim hamma narsaga, mana chopyapman. Hamma narsaga harakat qilmagansiz. Maftun qaring, men sizga bitta narsani tushuntiraman. Mana ikkita yo'li bor. Yoki siz ana odamni tushirib inson sifatida qabul qilasiz, yoki yoningizda undan kuchli she'rni qo'yishingiz kerak. Agar turmush o'rtog'i she'r, undan kuchli she'rni yoningizda, orqangizda ko'rsa, u beradi. Amirxon, meni hamma yo'llarim jo'stkiyroqda, nima deydi, menda anaqa rahm qilib, qarab turib, qanday bo'lar ekan, teng gaplashsammikin, holat qanaqa, unaqa narsalarga men qarab o'tiribman. Aytayotgan takliflar juda zo'r. Ikkita tomonni ham eshityapman-da. She'r bilan olish uchun she'r bo'lish kerak bu odam deyaptilar. Bular olish yo'llarini bir 5 tasini sanab o'tdilar. Lekin kimdir olib berishga sizga harakat qilar, lekin demak sud qarori kim mas'uliyatni oladi bolaga? Sizgami? Mas'uliyatni siz olasiz. Sizni o'shanda ishonchingiz ham o'zida bo'lish kerak-da. Siz o'zingiz ozgina hamnaqa qo'rqib boshqa qiladigan bo'lsangiz, meni nazarimda psixolog ham, yurist ham juda ham o'rinli aniq faktorlarni sanab berishdi, sizga tavsiya berishdi. Balki hozir hayajondandir, balki o'zingizda bo'lgan ishonch sizni ozgina qo'rquv yengayotgandir. Lekin psixolog zo'r maslahat berdi. Birinchi variant, yoki o'zingiz she'r bo'lishingiz kerak she'r bilan olish uchun, yoki bugungi kundagi turmush o'rtog'ingiz siz oldingizda kamarbasta qaysidir ma'noda himoyachingiz bo'lishi kerak. Bu ikkinchi variant. Huquqshunos, demak, otalikdan mahrum etish bo'yicha agar sizning gaplaringiz rost bo'lsa, haqiqatan ichayotgan, tarbiyasiga salbiy ta'sir qotgan bo'lsa. Sudya bilan da'vo arizasini bilasizmi? U uchun rad etgan, men nazarimda. Marhamat. Men o'ylayman-da, hozir shunaqangi ssenariysiga aytaman. Sudya sizni da'vo arizangizni qanoatlantirdi, bolani siz bilan yashashga belgilab berdi. Bolani olib kelib qo'yishdi siz uyingizga. Bitta kelib, bitta vajohat bilan baqir-chaqir qilganidan keyin siz hozir yashab turgan odamingizga ham ishonmaysiz, meni kelib himoya qiladi deb ularga ham ishonmaysiz. Yana qaytib berishingizga to'g'ri kelib qoladigan vaziyatdasiz. Sudya u narsani, men aytayapman, sudyalar juda ham chuqur his qiladi u narsalarni. Yo'q, lekin men aytgan edim, men qayta kirishaman, ya sizlar davlatni bo'y qilasizlar, undan ko'ra kelishinglar dedi. U kelishayotgan odamga o'xshamaydi. Kelishib bo'lmaydi u bilan. Men necha aytganman, xo'p, o'sha bola menikida vaqt, menda turgan vaqtda ham mayli, borib kelib turaversin. Men hech qachon uni yomonlamaganman, otasini, mayli. Biz yarashib ketamiz, sen ishing bo'lmasa, o'g'limni nima qilaydim? Qo'rquv nima bo'lmasin deydim-da o'g'limga, lekin hozir endi aya qo'rqaman, dadam meni shunchalar qiynayapti deb yig'layapti. Siz hozir eng kichkina qadamdan boshlang. Hech bo'lmaganda bir oyda 4 marta ko'rishib berish o'sha tartib haqidagi bering.
bolangizni ko'rib turish haqida. Manimcha uni hech kim inkor etolmaydi, to'g'rimi? Hech kim qarshilik qiladi. Agar qarshilik qiladigan, to'sqinlik qiladigan bo'lsa, majburiy ijro byurosini anaqa davlat ijrochilari bor, ular majburlab bo'lsa ham olib kelishadi, bolani uyiga olib kelib qo'yishadi. Hech bo'lmasa ko'rishib turasiz, hech bo'lmasa gaplashasiz. Hech bo'lmasa o'sha iliqlikni yana qaytarasiz sekin-sekin. Undan keyin agar yana bir sud bo'lsa va psixolog suhbatlashsa, u demak psixologga aniq nima deyishni biladi. Ikkita tomonni balansini olib. Agar 13-14 yosh bo'lsa, hozir ayni bir tanlash jarayonida va yechimi ham to'g'ri bo'ladi deb Siz o'ylayman. 9 yil zo'ravonlikka chidab yashadingiz. U qanaqa qo'rqinchli odam, hech narsa qilmadingiz, ketib qolmadingiz, homila farzand yo'qotdingiz. Tushunyapsizmi? Birdaniga qochib qoldingiz. Qochdingiz, qutuldingiz. Men qutuldim. Voy, bolam qolib ketdi. Endi shu ajdarhodan bolamni sug'urib olishim kerak. Qarang, agar ichingizda hech narsa o'zgarmasa, bu yana takrorlanadi hayotingizda. O'shaning uchun so'radim, nima o'zgardi ichingizda? Qanday xulosalar qilindi? Ayol erkak munosabatini tushundingizmi, tushunmadingizmi? Yoki voy, yaxshi shu yosh katta odam uchradi menga, qanday yaxshi tinchginaman deb o'tiribsizmi? Yo'q. Prosta yoshi kattaligida emas. Nimadir mana chidagan odam bari chidaydi demoqchiman. Chidagan odam baribir yana chidaydi, yana yutadi, yana ko'madi. Mayli oldingi safargidan sal yaxshiroq. Bularning harakatidan sobiqroq mazza qilayotgan bo'lsa-chi, uni shunaqa ham bo'lishi mumkin. Farqi yo'q-da. Balki tashlab qo'yish kerakdir. Hech narsa harakat qilmasdan o'zini baxtli hayotini ko'rsatib, bo'ldi, mazza qilib yashab yuribman deb. Balki o'shanda o'zi olib kelib qo'yar, mana farzandingiz. Unga kerak emas o'zi aslida. Unga kerak emas o'zi aslida. Uni bilmaymiz. Balki-da. Lekin hech bo'lmasa mana shu nimani ehtimolni biz yo'qqa chiqarishimiz mumkin-da, bilib. Qani, ya'ni bu ataylabdan, alamidan shunaqa qilyaptimi? Lekin bu narsani bilish uchun borib, qilib ko'rish kerak. Kuchli bo'lishingiz kerak-da. Ya'ni bo'ldi senga. Anaqa men bo'ldi, ko'ndim, bemalol siz bilan yashab yuraversin. Lozim topganingizni ana qilib yuborib turarsiz deysiz, bo'ldi. Bu ham bitta zo'r variant, lekin aqlingizga sig'dirish qiyin. Umuman teskari harakat qilsangiz, bo'ldi, mana bu o'g'il bola, men qo'rqaman o'g'il bolani katta qilishga. O'g'il bolaga o'zi ota kerak. Mana sizga shu bolam deb shuni tashing. Bu 100% ishlaydigan usul. Men shunda bir oyda bir marta ko'rsam ayollar. Umuman ketsam bo'layotganda. Xayolan hech bo'lmasa, Maftun. Hech bo'lmasa xayolan. Mana roziman desangiz. 100% sinalgan usul. Anaqalarni bilaman, otalarni, ko'pchilik endi ayollar haqida yomon bir gap gapirmoqchi emasman, lekin ko'p ayollar bor, ajrashganidan keyin farzandini vosita qilib oladi-da, ko'rsatmaydi otasiga. Shu har xil to'sqinliklar qo'yadi. Lekin borib, men shu gapimga amal qilgan mijozlarim hammasi kelib keyinchalik rahmat degan. Qo'y o'sha mayli. Mana osanga. Yashab yuraver o'sha bolalar bilan, mazza qilib sen bilan yashab yuraversin. Men o'zim hayotimni bilib ana qilib yashab yuraveraman deganidan keyin bor, hech qanaqa to'sqinliklar ham yo'q deydi. O'zi telefon qilib, siz qanaqa otasiz, bolalaringizni kelib ko'rmaysizmi? Mana anaqa chiqarib qo'ydim, kelib olib keting deb ular tomonidan anaqa qilishni boshlanadi. Men ko'rganman. Unaqa emas, chunki 2 yil ko'rmadim. 2 yil ko'rmadim o'g'limni. Ko'rsatmadim, turmushga chiqib ketdim. Umuman ko'rsatmadi. Maktablarga borsam ham shuni qarshilik. Hozir nima haqida gapiryapsiz? Harakat qildim. U shuncha yaxshi deydi u. Siz bordim deyapsiz. Bordim, harakat qildim ko'rishga, o'shaning uchun ko'rsatmadi. U sizdan shunaqangi narsani ko'rish kerakki, siz bo'ldi, siz harakat qilmayapsiz, siz bo'ldi, to'xtatdingiz kurashni. Kurashni to'xtatganingiz. Kurashmayman deng. Ha, men sizlarga taslimman. Men har doim sizlar onasi bo'lib qolaman. Lozim topsangiz, bolani menga yuborasiz. Shu 1-2 soatga gaplashib ana qilib turishga xohlasangiz. Xohlamasangiz, mayli endi taqdirimga tan berdim deb aytadigan bo'lsangiz, ko'rasiz o'zgarishni. Bugungi kunda sizni holatingizda bo'lib turgan ayollar mana shu suhbatimizdan o'zlariga juda ko'p insightlar olishdi, juda ko'p psixologik tomonlama ham tavsiyalar, yo'l yo'riqlar bo'ldi, ochig'i. Yoki huquqshunoslar tomonidan ham aniq huquqiy maslahatlar berildi. Agarda psixologimiz yoki huquqshunosimiz нереальный o'xshamaydigan yoki bir ishonchsiz taklif berishganda men o'zim hozir qanaqa qilib deb turib bularni savol bilan hujumga o'tgan bo'lardim. Real takliflar bo'ldi. Balki hozir siz bu narsani yaxshi hazm qila olmagandirsiz, bo'lishi mumkin yoki balki oxirigacha anglamagandirsiz. Lekin bugungi suhbatimizni hali video tasmada ko'rganingizda aniq o'zingizga xulosa chiqarasiz. Haqiqatan tarbiyasiga ta'sir, haqiqatan sog'lig'iga bee'tibor, ta'lim olishiga demak to'siq bo'layotgan bo'lsa, bu bir nechta fakt
otalikdan mahrum Mahrum etish qilish, uchun albatta. bir nechta fakt. Sher bilan sher olishish kerak deganlari ham fakt. Birinchi o'rinda o'g'lingizni qanaqadir muzlab qolgan bo'lsa agar yuragi, uni ilitish uchun hech bo'lmasa har hafta ko'rishib turish kerakligi ham fakt. Hozirgi suhbatimiz davomida balki siz o'zingizni ichingizdagi dardingiz bilan boshqa bilan to'liq eshita olmagandirsiz, xayolingiz ketib qolgandir, bolangizda hozir. Men sizni tushunyapman. Lekin bu dasturni tomosha qilganlar ham va siz ham agarda qayta ko'rsangiz, o'zingizga bir nechta yo'l yo'riq olasiz. Ishtirok etganingizga afsusdamasmisiz? Yo'q, mayli, rahmat sizlarga. Nima tushunmayapsiz? Men sizni tushunaman. Menga hozir lichkamni beraman, menejerim. Siz menga yozishingiz mumkin. Faqat menga nima deydi, yordam beringizlar deb yordam so'rab sizlardan keldim. O'zingizda agar mas'uliyat, o'zingizda ishonch bo'lmasa, hech kim sizga yordam bera olmaydi. Nimaga ishonch yo'q? Ishonch bor. O'g'limni qanaqa bo'lsa ham olib kelishim kerak o'sha yerdan. Sizga O'shani qanaqa qilib emas, tarbiyasiga qanaqa qilib bo'lsa ham emas, sizga 10 xil taklif berildi. o'shaning uchun kelganman-da shu taklif. Takliflarni berdik. Ishlatinglar. Ishlating. Siz menga yozorsangiz, men sizga o'sha nimani meditatsiyani beraman. Bu ham sizni Xudoga bo'lgan bir qaysidir ishingiz yoqqandirki, bu psixolog, bu yuristlarni konsultatsiyasiga yozilish va uni amalga oshirish ochig'i oson ish emas. Men buni Amirxon Umarov sifatida aytyapman. Ochig'i bularni bu yoqqa olib kelishimiz ham oson bo'lmagan va bu yerda men sizga aniq ishonch bilan aytaman, juda ko'p aniq yaxshi maslahatlar bo'ldi. Faqat uni siz yana bitta analiz qilib ko'rishingiz kerak, qaysi yo'ldan ketishingiz bo'yicha. Xush kelibsiz. Rahmat. Siz bilan uchrashganimizdan benihoyatda xursandmiz. Kelajakda farzandingiz bag'ringizda bo'lishini va nasib qilsa, kelajakda farzandingiz rohatini ko'rishingizni tilab qolamiz. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar.